masjidimiz ham dunyoning gapidan xoli bo'lmay qoldi. O'lik marosimlarimiz yelkamizda tobut ketaveradi, biznesimizni hisob kitobini qilib ketaveramiz. Dunyoning gapidan xullas hech qanday bo'shamadi. Hamma joyga aralashib bo'ldi. Endi bir olimni oldiga o'tirganimizda bir ahli ilm bo'lsa, olimligi qay darajada bizdan ko'ra salgina ilmliroq bo'lsa, yo'q bo'ldi. O'shandan bir narsa so'rashimiz o'rnimizga ilmli odamlar qatnashgan joyda ham faqat o'sha dunyomizdan gaplashib, haligi ilmli odamni ham o'zimiz dunyomiz suhbatimizga aralashtiravermasdan halol haromimizni so'rashimiz kerak. 30 ga qarab ketyapmiz hammamiz ham. 30 ga qarab. Bu gapni men ko'p takrorlab gapirganman. 30 ga kirgan odamimizni gapirib beradigan 30 minutlik hayotimiz yo'q bizda. Foydali qilgan ishimiz yo'q bizda. Boyib ketib dunyoni ishini qoyillatib, dunyoni hammasini gulzor qilib o'rganimiz yo'q. Oxiratda obod qilib o'rganimiz yo'q. Hozir o'lasan, qabrga olib ketadigan dasturxon bormi sanda? Hech qanaqa dasturxon yo'q. Vaholanki bir kattaroq, boyvacharoq bir odamning uyiga borsak, uyiga dasturxonsiz kirgani biz xijolat bo'lyapmiz. Nima deymiz? Qanaqa qilib betiga qaraymiz, quruq qanaqa qilib kirib boramiz. Ammo Parvardigor olam rahmatal lil alaminning huzuriga borganda bedasturxon kirishni xavfini hech kim qilgani yo'q.